qaynona. Ushbu gap ora-sirada qulog'imizga chalinadi. Ba'zan yaxshi, ba'zan yomon obrazda. Hozirgi kunga shu darajaga keldiki, kelinidan pomidor qizg'ongan qaynotalar haqida ham filmlar ishlanib ketdi. Ko'rdingiz-a? Labay dadajon. Qizim, xolodilnikda 7 ta pomidor bor edi. 6 ta bo'lib qolibdimi? Javodonim qaynaganiga men yegandim. Bunaqa filmlarni ko'rayotgan chet elliklar yoki boshqa millat vakillari o'zimizning millatimiz haqida nima deb o'ylashlarini tasavvur qilavering. Xullas, Ahmad Lutfiy Qozonchining Qaynona asari haqida qisqacha gaplashamiz. Ushbu asar o'tgan asrning 60-yillari atrofi haqida bo'lgan Turkiyadagi bir beva ayol o'g'li Mustafoni balog'atga yetganligi uchun uylantirish niyatida bo'ladi. Kelin Amina ismli halol sut emgan qiz bo'ladi. U qizni kelin qilib tushirayotgan paytida kuyov Mustafo Allohga yolvorib duo qiladiki, Allohim, agar mana shu ayolim meni yuzimni ikki dunyo yorug' qiladigan bo'lsa, onam bilan o'rtamizga sovuqchilik tushirmaydigan bo'lsa, uni menga juft halol qilib ber. Agar bunday qilmaydigan bo'lsa, menga uylanishdan naf yo'q deb aytadi. Allohning izni bilan bu yigitning duosi qabul bo'lib, Amina ismli soliha qizga uylanadi. Tushib kelgandan keyin bilasizlar, mahalla ko'ychilik Turkiyada ham shunaqa ekanda. Kelinning og'zidan gap olishga ilinib, qaynonasini yomonlab, ba'zida boshqa bo'xton qilish harakatida bo'lishar ekan. Lekin qaynonasi Munavvar xonim Aminaga tayinlaydi. Qizim, agar mendan biror bir yomonlik ko'rsang yoki qaysidir ma'noda mendan ranjisang, o'zimga ayt, boshqalarga aytma. Ular senga o'zlaricha dardkash bo'lib kelib, qizim, qaynonang unaqami, qaynonang bunaqami, zulm ko'ryapsanmi deyishlari mumkin. Ularning muddaosi shuki, hech qachon seni dardingga yengillik berishmas. O'zlarining g'iybatlariga yangi ma'lumotlar to'plashdan iborat. Shu sababdan qizim, ularga bu imkonni berma deydi. Qaynona kelin ikkisi so'z chiqishib, yaxshigina bo'lib ketib yashay boshlashadi. Kunlardan bir kuni Mustafoni ukasi, ya'ni Aminaning qaynukasi uxlab yotgan holatida qaynoq suvni Amina ag'darib qo'yadi ustiga. Uxlab yotgan bolani tasavvur qiling, ustiga qaynoq suv ag'darilib ketdi. O'sha holatda nima bo'ladi? Munavvar xonim o'ziga yarashmagan epchillik bilan o'rnidan turib, Aminani turtib yuboradi va qo'lidagi idishni, qaynoq suv solingan idishni ushlab qarab turadi. O'rnidan turgan kichik o'g'liga qarab, "Voy bolam, kechir, dovdir onangni, men atay qilmadim" deydi. Shunda o'g'li jon achchig'ida, "Voh, bu nima qilganingiz?" deydi. "Voy bolam, meni kechirgin" deb turib, kelini qilgan aybni o'zini zimmasiga oladi va oila totuvligini ta'minlab qoladi. Asarda yana bir uch qariya haqida so'z borgan, ulardan biri farzand asrab olish haqida niyat qilishadi. Lekin farzand asrab olsak, yetim bola asrab olsak, falonchining 5 ta yetimi bor. Ulardan birini olsak, har doim ularnikiga borib kelib turadi, ota-onasinikiga borib kelib xabarlashib turishadi aka-ukalaridan deydi. Shunda ikkisi aytadiki, agarki deydi, siz ularga bir yaxshilik qilmoqchi bo'lsangiz, siz tabiiyki asrab olgan bolangizni yaxshi kiyintirib, yaxshi yedirib ichirasiz. U har yakshanba yoki juma kunlari borib aka-ukalardan xabarlashayotgan paytida u boy ko'rinib boradi. Xonadondagi yetim ukalari o'ksiydi. Yetimlarni ranjitish, o'ksintirish yaxshi ish emas deyshadi. Keyin uch otaxon uchalasi birgalikda yetimi bor xonadonga yaxshilik qilish ilinjida tarqalishadi. Tongda ozgincha pul bilan olib bir qariya xotinini yana bitta, o'zi xotinini 2 ta, 3 ta ko'ylagi bo'ladi. O'sha ko'ylakdan bittasini olib borib beradi-da. Olib borib berib, yashirincha tugunchani otib keladi tomorqasiga, ayolni tomorqasiga otib qaytadi. O'sha tomorqasiga tugun otilganda ko'ylak va pullar bor qisman. Bu birinchi yaxshiligi bo'ladi. Ikkinchisi, mahalla nonvoyi shogirdini chiqarib jo'natadiki, ayolni aytib kelgan. Ayol keladi va so'raydi. "Nima gap? Meni chaqirtirgan ekansiz?" "Qizim, mana bu daftarni ol." Oddiy daftar beradi. Va varag'iga aytadiki, har bitta varag'ini deydi, menga yirtib bersang deydi, muhr bosilgan varaq bo'ladi. Har bitta varag'ini bersang, men senga deydi 2 tadan non beraman deb aytadi. Mana shu holatda nimaga desa, bir saxiy inson seni bolalaringga non yetkazib berishni niyat qildi va mana shu evaziga non beradigan bo'ldim. Bitta varaq berasan, 2 ta non beraman deydi. Aslida yaxshilik qilguvchi odam
bir varaq uchun bitta nonni pulini to'lashga kelishgan bo'ladi. Bu esa ikkita qilib qo'shib qo'yadigan bo'ldi. Xullas kalom, uchovlon yaxshilik yo'lida birlashgan inson edi, bitta xonadonga yaxshilik qilgandi. Hozirgi kunda ehson tarqatib yoki boshqa qilib ehson oluvchilarni hijolatli vaziyatlar juda ko'p bo'lyapti. Mana shu joyda ham o'rnak olsak arziydigan joylari ko'p. Xullas kalom, kimdir bu hayotni qaynoq jabhalaridan charchagan, shaharda shovqin suronidan charchagan bo'lsa, asablari joyida bo'lmasa, maza qilib o'qiydigan kitob Ahmad Lutfiy Qozonchining Qaynonna kitobi. Bemalol olib o'qishinglar mumkin. Sizlarga tavsiya qilaman. Maza qilasizlar, olgan pulingizga achinmaysizlar. Asar haqida qisqacha tafsilotlarni men sizlarga aytib o'tdim. Keyingi kitoblarimiz nomini kommentariyaga yozib ketsanglar xursand bo'lardim.